Hop, bugun Muhammad bilan ikkinchi mashq kunimiz. Mashqimizdan oldin 5 minut qizib oladilar begovoyda. Shunaqa oddiy yurib, keyin boshlaymiz. Birinchi mashqingiz qanaqa bo'ldi? Qanaqa taassurotlar? Yaxshimi, misol восстановление? Yaxshi восстановление. Ham birinchisi liga bo'lmayaptimi? bo'ldi, og'riqlar bo'ldi. Salpalar. No, o'tib ketadi, 2 hafta uzog'i. Toshlarni olib qo'yamiz. Sizga bu hozir og'irlik qiladi. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Shu o'tgan kunga taqa bir xil ishlab, texnika bilan orqaroqqa yoting. Чтобы orqaroqqa yotsangiz, menga tegib qolmaydi, xalaqit bermaydi. Qani? Past. Tegizing grup. Yaxshi. 4 5 6 yaxshi ancha. 7 pastroq. 8 aha. Hozir ozgina davolamiz. 4-podxodimiz ham qilib bo'ldik. Endi keyingi mashqimizga o'tamiz. Hozircha восстановление bo'lgandan keyin yana boshlaymiz. Ikkinchi mashqimiz. Ikkinchi mashqimiz o'sha jimda ishlaymiz, ya'ni grud tepasiga 45 gradusda. Qani? Let's go. Ya buni tepasiga tushirasiz, grud tepasiga. Aha. Mana. Yana ham tushir. Cho'zing. Ha. Kamera. Tirsak oldinda bo'ladi. Tirsak oldiroqda bo'ladi. Aha. Yana ham. Hop, bu mashqimizni ham 4 podxod 12 tadan bajaramiz. Hop, uchinchi mashqimiz qanotga bo'ladi. Hop, kecha keyinroq ushlab grudga tortamiz. Bu qanotimizni uzunligini ta'minlab beradi. Ya'ni kuchaytirib beradi. Yo'q, unchalik emas. Orqaga o'zingiz tashlab yubormang. Bo'ladi. Ha. Yo, qarang. Yelka bilan tortmang, qanot bilan torting. Qanot bilan. Ha. Qani? Chapasga tushirib yuboring. Mana shu yerdan qaytsa yetadi. Ha. Tirsak oldinda bo'ladi. Aha. Cho'zing. Yomon bas. Shunaqa sekin-sekin o'rganib olasiz. Qumoqqa o'zingiz tashlab yubormang, yotib yubormang. Yaxshi. Bu mashqimizni ham 4 podxod 15 tadan bajaramiz. Xo'p, keyingi mashqimiz bu trenajyorda bo'ladi. Bu qanotimizning kengligiga javob beradi. Buni ham 4 podxod 10 ta 12 tadan bajarsak bo'ladi. Har bitta podxodda maksimal ishlash kerak. Do отказ. Ana o'shanda rezultat yaxshi bo'ladi. O'tgan safargidan ko'ra yaxshi ancha. Ikkinchi kun. Orqaga tashlab yubormang o'zingizni. Ha? Kindiga olib tushamiz. Cho'zing qo'lni yana. Qanot bilan ishlang, qanotni his qiling. 8, ha. 9 10 11. Xo'p, keyingi mashqimiz maq bo'ladi, gantel bilan yon tomonga ishlaymiz. Bu hop, yelkamizni объемный qilib ko'rsatishga javob beradi bu mashqimiz. Hop, ishlaymiz. Buni ham 4 podxod 10 ta 12 tadan. Yana olib chiqing. Sekin tushiramiz. Bo'ldi. Yonga. Keyin e'tibor beramiz, tirsak teparoqda bo'ladi, gantel pastroqda. Ana o'shanda yelkani o'rtasi yaxshi ishlaydi. Qani? Yo'q, yonga oching, oldiroqqa qilmang. Yonga. Mana. Bunday chiqish kerak. Jicha oldiga bukilib oling. Ya'ni mana bu holatda ishlang. Jicha oldiga bukilib olsangiz, Shu endi keyingisi prisidaniya bo'ladi. Oyoqqa ushlab qo'yamiz.
Keyin keyingi haftadan уже qo'lda ham qo'shamiz. Qo'lda old orqasini. Hop, oyoqqa ham 4 podxod 20 tadan ishlaymiz o'zini vesida. Shu bilan tugatamiz bugungi mashqimizni. Qale, yaxshimi? Boshqaring. Yo'q, to'xting, da. Hop, oxirgi mashqimiz prisidaniya bo'ladi. Bunda o'zini vesida ishlaydi. Hop, oyoqlar yelka kengligida bo'ladi. Yo'q, bukilib yormang. Bel tekis tushing bel. Shoshilmang, sekin. Yo'q, belingizni tashlaverasiz. Qarang, bunday qilib yuboryapsiz. Mana tekis qilib oling. Gerday bo'ling, grudni ochib. Ha. Yo'q, yana. Qarang, shoshilmang-da. Mana. Tekis. Shu bilan bugungi mashqimiz tugadi. Bizni YouTube sahifamizda kuzatishda davom ettiring.